Pechenkalarim, sizlarga muhim bir gapim bor. Sizlar orqali bitta insonga ham gapirmoqchiman. Bilaman, meni ko'rib turibsan, Levi akkauntingdan kuzatasan baribir, qani nima qilayotgan ekan, bu nima qo'yayotgan ekan deb har kuni kuzatasan. Meni diqqat bilan eshit. Kecha tug'ilgan kunga bordim, Ezodalikiga uyga keldim. Turmush o'rtog'imni Telegram nomerlariga umuman skritsiya bitta nomerdan Telegram Levi akkauntidan desam ham bo'ladi. Oilamni buzvoradigan darajada og'ir tuhmatli SMS keldi rasm bilan birga. Bu holat fevral oyida ham kuzatilgan edi. Fevralda ham turmush o'rtog'imga xuddi shunaqa akkauntdan oila buzadigan darajada, oila buzish maqsadida juda ham tuhmatli qilib SMSlar kelgan edi. Yana kiramiz, ko'ramiz, ozgina ko'rib olsin deydi-da. O'zidan ham bizdan ham udalsiz qilib cho'rniga tiqib qo'yadi bizani. Xullas, meni diqqat bilan eshit. Agar bitta SMS, ikkita SMS yozib, Chechenkani oilasini barbod qilib tashlayman, ajrashib ketadi eri bilan deb o'ylagan bo'lsang, chuchvarani xom sanabsan. Meni erim bitta SMS bilan ajrashadigan inson emas. Meni erim chuqur o'ylaydi, boshqa qiladi. Sen o'ylama, men yozdim, o'zimdan udalsiz qildim, nomerim ham yo'q, nikim ham yo'q, menga kira olmaydi ham, bloklab qo'ydim, bo'ldi, topolmaydi deb o'ylamagan. O'g'ri ham o'zidan bitta dona iz qoldirib ketadi qayerdadir. Bu imminni biz seni mana shu qoldirgan izing bilan topdik. Agar ishonmayotgan bo'lsang, Telegramingga kir, och va men senga yozgan o'sha aynan o'sha erimga kecha tuhmatlaringni yozgan Telegram akkauntingga men senga голосовой qilib yozib yubordim. Yaxshilicha o'zimga aloqaga chiqibman-da, meni nomerim bor senda. Uzringni so'rasang so'rading. Bo'lmasa qanaqa 200lamachiligingni, aslida kimligingni men xalqqa lenta qilib ekran zapis bilan qo'yib beraman. Pechenkalarim, to'g'risi men sizlarga har doim kulgili vaynlar, yaxshi kayfiyatda nastroyeniyalarni ko'tarishga, yaxshi narsalarni olib chiqishga harakat qilganman. Bu bo'layotgan dedi muammolarga sizlarni aralashtirgim, sizlarni qo'shgim, sizlarni boshinglarni ortgim kelmasdi. Lekin men majbur bo'ldim stories qo'yishga. Chunki o'shacha mashtimga emas, mashtimga keldi. Men aytvaman-da, insonlarga men nima yomonlik qildim, bu darajada menga xayrli qilib, shu darajada oilamni buzish darajasiga yetib kelyapti deb men o'zim shokdaman-da. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun sizlardan ming bor uzr so'rayman. Men unaqa PR orqasidan ko'tarilgan qizmasman. Men PR qilib, kimgadir bo'xton, yolg'on tuhmatlar qilib, keyin kechirim so'rab yurgan qizmasman ham. Men hamma narsani fakti bilan gapiraman. O'shaning uchun men hozir u qizga vaqt berdim, odam deb srazi istoriyaga qo'yib tashamadim. 2 soatdan keyin agar aloqaga chiqmasa, men u bilan gaplashaman. Men sizlar kim deb o'ylaysizlar? Mana shu qaytmaslardan qaysi biri deb o'ylaysizlar?